Şatka, hazır hamda zaman o'zgardi. Erlarning jismoniy kuchga tayinib hokimiyatni boshqarilgan bir davri kemas ketdi. Hamda hozir biz hozirgi davrning xarakterini bilim egligi davri deb sifatlayapmiz. Mushunda davrda erlar tarixdan buyon ersi gen sifatida o'ziga ta'sir qilayotgan mush jangovar ruhni qandoq davomlashtirish kerak, uni izchillikqa qilish kerak. O'sha haqda bir tushunchingizni anglab qo'ysak. İskender Zulkarnayn Tangritog etraflarına qo'shin tortib Yevropani zilzilib to'pchonlarini to'zitib kelgan chog'da bu elning qo'shini uning oldiga otliq chiqqan. Shu vaqtda İskender Zulkarnayn shundaq hayronlik bilan bu elning qo'shini oldiga otlarini chaptirib oldiga o'xyalarini qandoq ata olsa, oqisini shundaq ata oladi ekan degan. Ular otliq chapadigan bo'lsa, ularning bosh kiyimlarining quloqlari xuddi burkutni eslatadi. Ajoyib bir millatgan, askar millatgan, qahramon millatgan deb o şekilgan. Bugungi davrdagi erlar o davrdagi şu yigitlarimizni, şu o'g'lonlarimizni seg'inamiz, eslaymiz. 21 asrning qo'ng'irg'i chelindi. Biz burunqidek yostiqni qirlab qo'yib uxlayverdigan erlar tugidi hozir. Bu xiris bizni mushuninga qadam bostirishga, o'zimiz ustida izlanishga boshladi biz. 21 asr onun o'xshash manqurut erlarni shaldi bitdi. So'ng'ashqa bizning erlarimiz bugungi davrda mushu elektron davrining o'zida o'zining erligini, oiladagi dadillik o'rnini isbotlash uchun ilm-fan egallash bilan birga o'zimizdagi milliy mavjudlikni o'ylashimiz kerak. Bugungi davrda yana bir xiris nima biz erlar ustida tushayotgan shaharlashish. Shaharlashishning bo'ronlari bizga shiddatli kelyapti. Mushundaq shaharlashish, mushundaq xiris oldida bütün oyalını bir kaklık kazan beşini, kızgıdığın maşinini, vakazalarının hemisini özü tadırış bulmaydı. Bu şehirleşişinin hırsızlığını dikkat kılış gerek. Bizim ballarımızın buğdayakları yokavatı. Avazları inçiklevatı. Bu ne mi? Turmuşundaki her xil cihetin bizge tesir gösterisi. Erlik tesir gösterisi. Biz muştak ahvalası da ecdatlarının ruhi bilen bugünkü ilim-fen, bugünkü dünya ölüşüş, ortaklaşış. Muşularının hemmisini birleştirip oturup özümüz üstüde kulağız çıkarışımız, özümüz üstüde oyluşumuz, perzentlerimiz üstüde oyluşumuz gerek. Bana başında kılıp mesuliyetçen dadı boğan çağıtla biz muşu cemiyette özümüzü mengü saklap kalalayımız da böyle. Hem de Anar Appay, hazırki balla, hazırki perzentlerimizni, bulup mu oğullarımızını, naitin mişçanka, xinim micaz, şahsiyetçi, yoki mushu ayollish xarakterini ib ketgan deb qaraydigan ahvollar intayin ko'p. Hamda bizning navbatda ma'rifimizda o'g'illarda, qizlarda xarakterga ega bo'lish kerak. Bu tarbiyalash tarmoqlarining ma'rif o'rinlarining burchi. Bu nuqtadan aytganda, zodi ma'arif maktab o'rinlari o'g'illarning o'sib ketilishiga, komil erlik manziliga tutishida qanday bir mas'uliyatni üstlenish kerak. Bizning ma'rif o'rinlarimiz bulup mu muhariplik noksanlarını tüketiş için muharip ıslahatını yolga koyup ballarını etraflı terbiyeleşini, akli, ahlaki, cismani, güzellik, emgek cihetlerini terbiyeleşini ortak koyup icra kılvatkan bozumu, lekin haslık hakkındaki terbiyemiz taz yolu koyulmalıdır. Haslık hakkındaki terbiyemiz taz yolu koyulmalıdır için ikinci cihetin bizim erkek ve oğullarımız için burunqidek çeniqish fırsatları bo'lmaganligi uchun birinchi jihatdan bizning erlarimizda yoki yigitlarimizda bo'layotgan tushkunlik nima deganda tan qurilmasi ojizlashish. Hozir bolalarning bo'ylari pakalishib, o'zlari o'riqlashib, burunqi yo'g'on erlik gavdalar yo'qolib, qiz o'g'illarning tan qurilmasida ancha farq bo'lmaydigan ahvollar bo'lyapti. Buning bo'lishi muhit sharoitida bolalar uchun burunqidek cheniqadigan sharoit yo'q. Partadan yaz öydün baş kompüterxana şunun oturdu hareket yürüydü bolalar. Bundaq bo'lgandan keyin bolalarda erlik xislat yoki erlik beden hazır tozliq yetilmayapti. Yani ikinci bir cihetden o'g'illar xos xususiyat, qizlar xos xususiyat tarbiyasi ayrim elib berilmayapti. Gerçi biz umumyüzlük yetildirmiz deb tarbiya qo'yayotgan bo'lsak, muharib o'rinlardan zot o'g'il qanday bo'lish kerak, yigit qanday bo'lish kerak? O'g'il shu maktabning, shu sinfning nimasi bo'lish kerak? Yoki o'g'il shu sinfning nisbatan erkakda bir kuchli turib bo'lish kerak degan tarbiyalar tuzuk yo'q. Biz yasligan bolalar bog'chasi tarbiyasini olaylik. Bolalar bog'chasi tarbiyasida butunlay ayol tarbiyachilar bor. Bu bolalar bog'chasidagi bolalar qanday tarbiyaladi degan asrash bilan
Yıkılıp ketme, vay bir yerin ağırıp ketmesin. Şunun bilenler. Yaxşı uxla, yaxşı tamaq ya kiyimin umdan ke soğuk tigip kalmışsın. Şunun bilen terbiyelengen için bularda balla bağıçta kar küller, muz küller talağa çıkıp çeniktiridigan, yağmur küller talağa mağdigan. Ça çeliştirip bir bilen muslaştırdigan. Ya tipşip boksörlük uyutudigan şaraitlar balla bağıçta bolmaganlık için hazırki balılar bağıçısından tartıp ballada yumuşak micaz, mulayim micaz yetilyapti. Mektep terbiyesinden umuman so'qroq bo'lgan bolalarni yomon bolalar deb o'qituvchilar yaxshi ko'rmaydi ancha. O'qituvchining fikriga qarshi turadigan, o'qituvchining ba'zi ishlarga dadillik bilan fikr bera oladigan, o'z fikrini o'tirib qo'yadigan, mushtaq bo'lganligi uchun bizning bolalarimiz, tarbiyalanayotgan bolalarimiz haykalga yoki shotutlar o'xshab qolyapti. Bundaq deganimiz u bolalar harakat qilmay o'tirgandan keyin shu sinf bir haykal bo'lib o'tirdi. Endi o'qituvchidan degan gapini o'z ayni inkos qilib bergandan keyin bu shotutga o'xshaydi, o'zining nima deyotganini o'zi bilmaydi. Onun degan hozirgi bizning muarifimizda qilib qo'yish ideyasi kuchli. O'qituvchilar valaq so'zlaymiz, sinib kirib bolalar shuni o'rganadi, yana o'qituvchi shuni deb berdi bo'ldi. Onun degan bolalarning vaqti baqis. Uning vaqti yo'q. Topshiriqlar intayin ko'p. Bundaq bo'lgandan bu bolalar kitobdan kitobga, sinfdan sinfga uqum o'tadi. Öz aldığı tefekkür kılıp keng oynat ya keng cemiyetin bir nesini ügünanmaydı. Şundan balla boğup kalırdı. Boğulup kaldığı için öz bedende boğan icadi kişinin cari kılanmaydı. Yuşurun kişinin cari kılanmaydı. Yani yuşurun kişinin cari kılanmaganlıktan oturuyor vergen oğullar kızlaşıp kalırdı o vakta. Erkek kılmagan dikin. Cem oturup kitap görüyor vergen dikin, materyal görüyor vergen dikin.